iPhone ovoz orqali Koddan ochish. mumkinligini bilarmidingiz? Bilmasangiz hozir sizga qanday qilib buni qilishni o'rgatib qo'yaman. Yaxshilab joylashib oling. Boshladik. Hop, birinchi video o'chib ketgani uchun buni qaytadan yozyapman. Hop, настройкаga kiramiz. Настройкаga kirganimizdan keyin bu yerda universalniy dostup bor. Universalniy dostupga kirganimizdan keyin управление голосом bor. Shu yerda управление голос yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin komanda bor mana. Komandaga bosamiz. Komandaga bosganimizdan keyin настройка bor. Настройкада men avval qilganman buni hello komandasini qo'yganman. Hop, mana bu o'zi ishlab ketib qoldi. Komandadan gapirishim bilan управление голос, chunki ovoz yozadi управление голос funksiyasi. Hop, soздать новую komandaga bosamiz. Keyin bu yerda fraza yozishimiz kerak. Masalan, mana shu frazani yozamiz. Действие deyapti. Действие kirib, запуск сообщественный жестga bosamiz. Mana ekranda ikkita nuqta bor, sezgan bo'lsanglar, mana 4 mana qora nuqtalar ikkita. Mana shu ikkalasini belgilab olganman. Ikkalasi o'sha kodim turgan joylar. Mana shuni bosib, сохранить bosaman. Keyin chiqaman. Frazani yozdim, сохранить qilaman. И всё mana. Telefonni o'chiraman. Telefonni o'chirib bo'lgandan keyin mana yoqaman telefonni. Open iPhone. Mana, o'zingizlar ko'rdinglar. Ponni kodini terib berdi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan iOS va Android sirlari kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.